Hammalarga assalomu alaykum. Hammalarni tabriklayman. Bugun 2026-yil 28-iyun soat kechki 12:34 o'ttiz+0 bo'yicha. Tabriklashimiz sababi boshlang'ich darsliklar, boshlang'ich etap tugadi. Mana endi bugundan mana shu darsdan birinchi etapga o'tdinglar. 13-darsdan birinchi etapga o'tdingizlar. Bizga kerak bo'ladi WoofyFix Trade platformasi. WoofyFix Trade sizlar veb-saytdan olishinglar mumkin Play Market, App Store'dan muammoz. Va buning ichidan bizga nima kerak bo'ladi? Buning ichidan bizga kerak bo'ladi TradingView platformasi. Ya'ni qanday desanglar, o'sha mana shu TradingView logotipini bitta bo'lsa, WoofyFix Trade ichidagi TradingViewga o'tasizlar. Va bizga kerak bo'ladi kalkulyator va tekstovoy dokument. Bu tekstovoy dokumentimizni hozircha pastga urib turamiz. Xo'p, endi bizga eng kerak bo'ladigan narsalar bu yerda. Bizga eng kerak bo'ladigan narsalar bu yerda. Ko'pchilik so'ragan o'sha 1 soatlik entry masalasi, kirish masalasi, chiqish masalasi tagdali, qanaqa analiz qilamiz, soddaroq qilib o'rgating deb harakat qilaman murakkablashtirib olmasligiga to'g'rirog'i. Bizga mana bu sifralar kerak bo'ladi. Mana bu yerdagi sifralar kerak bo'ladi. Mana shu 4 tasi. Xo'p, endi bularni biz yozib olamiz. Bularni qanday yozib olamiz? Buni kichkinamayapti endi. Xo'p, buni kichkinartirish yo'lini topolmayapman. Mana bo'ldi. Mana topdim. Ming bor uzr. Bizga kerak bo'ladi. Qaranglar, Open'da aslida. Xo'p, shunaqa platforma yozadi. Aslida nima bo'ladi? Open o'sha 1 soatda, o'sha 1 soatning ichida qiymatning boshlanish, savdoning boshlanish narxi qiymati $4070 ga uzr. $4071.76. Xo'p. Endi X bu yerda yuqori talab bo'ladi. Ya'ni sizlar maksimum deysizlar, men yuqori talab deyman. O'shaning uchun mayli X deb belgilab ketaveraylik, чтобы недоразумение bo'lmasin. X 4081.79. L low, ya'ni sizlar minimum deysizlar, real vaqt yuqori taklifi, qiymati aslida o'z tushunchasi. $4064.65. S bozor yopilgan narx. Ya'ni o'sha 1 soatning ichida bozor, o'sha bozorning oxirgi qilingan savdodagi narxi, u xuddi sotib olish bo'lsin, sotish bo'lsin, farqi yo'q. Oxirgi operatsiya amalga oshirilgan vaqt o'sha 1 soatning ichida. Hozir bozor yopiq, bugun yakshanba bo'lgan hisobiga shuni bozor yakshanba qildi, shuni hisobini olinglar. Xo'p, 4080 $4080.90 sent. Endi bu yerda bizga kerak bo'ladigan narsalar bor. Bulardan tashqari K olamiz, koeffitsient. Koeffitsiyentni $1.65 qilib men belgilaganman. Bilib olinglar. K doim $1.65 bo'ladi. K o'zgarmaydi, koeffitsient o'zgarmaydi. Bu hech qaysi internet, hech qaysi balobatlarida yo'q. Buni tekshirib boshqa qolishingiz mumkin. Endi biz bu yerdan nima qilamiz hozir? Qaranglar, e'tibor qilinglar. Bizga plus bu yerda kerak bo'ladi, I kerak bo'ladi. Ya'ni I bu ichiga yozib ketay. Impuls. Buni topishimiz kerak bo'ladi. Va bundan tashqari bizga kerak bo'ladi qiymatning o'rta narxi. Ya'ni o'sha 1 soatning ichida sotuvchi ham, sotib oluvchi ham rozi bo'lgan narx. Ya'ni O qilib belgilaymiz. Yo'q, O R qilib belgilaylik. O'shanda o'rta narx bo'ladi. O'rta narx. Bunaqa qiyin emas. Hozir birinchi ko'rgan narsa tushunmasliginglar mumkin, lekin juda ham oson, juda ham soddalashtirgan variantim. Ochig'i. Xo'p, bundan keyin bizga kerak bo'ladi narxning qanaqa tushuntiray ekan?
1 soatning ichida umumiy qilingan savdo qiymati dollarda. Bu qilyapmiz. Umumiy qiymat. Umumiy savdo qiymati. Bu faqat 1 soatlik analiz. Shuni bilinglar. Hamma so'ragan analizni. Xo'p, mana shu uchalasini topishimiz kerak bo'ladi va bundan tashqari kuch bor bizda. K qilib belgilaymiz. K yo'qmi? K bor ekan. Unda Q qilib belgilaymiz buni. Buni kuch deb yozamiz. Kun oldiga minus kerak emasmi? Minus qo'yib qo'ydim. Kuch bo'ldi bu. Sila deymiz. Undan keyin endi analizimizda javob chiqishi kerak-ku, to'g'rimi? Kutilayotgan taxminiy talab. Biz buni topishimiz kerak bo'ladi. Lotincha misol xato bo'lmasa kutilayotgan taxminiy taklif bo'ladi. Mana shu ikkalasini topishimiz kerak bo'ladi. Oxiri javobi shuda. Bularni ham topamiz. Bularni ham so'roq qo'yib chiqaydi hozir. Bu недоразумение bo'lmasin. Bizga aniq, bizda bor, qaranglar. 1 soatda savdoni boshlangan narxi, savdoni yuqori talabi, savdoni yuqori taklifi va savdo yopilgan narx, ya'ni savdo tugagan narx. 1 soatda savdo tugadi. Keyingi soatdagi savdo boshlandi. Va koeffitsient 1.65 bu o'zgarmaydi. Bu har doim, yozib ketdik, har doim 1.65 bo'ladi. Endi davom etamiz. Bizga kerak bo'ladi kalkulyator. Xo'p, endi harakat qilaman imkon darajasida o'ylab, soddalashtirib, anaqa qilyapman sizlarga, imkon darajasida albatta. Biz endi topib olishimiz kerak bo'ladi o'rta narximizni. Bu yerda birinchi o'rta narx bizga kerak bo'ladi. Unda biz nima qilamiz? 4081 dan 4081.79 dan bunga qo'shamiz 4064.65 ni. Ya'ni bu yerda biz nimani qo'shyapmiz bilgan bo'lsanglar, eng yuqori talabimiz bilan eng yuqori taklifimiz real vaqtini qo'shyapmiz. Ya'ni bu yerda qo'shyapmiz X plus L bo'lyapti. Teng OR chiqadi. O'rta narx chiqadi. Ya'ni shunda men yozib ketib tushuntira qolay, mana tinchgina. Mana shunaqa tushuntirsam menimcha yaxshiroq bo'ladi. Mana bu yerda buni davomi, mana buni davomi bo'ladi. 4081.79 ga qo'shaman 4064.65 ni. Endi teng bo'ladi. 8146.44 adashmayotgan bo'lsam. To'g'ri. Endi buni bo'lamiz 2 ga. Nimaga 2 ga bo'lishimizning sababi biz yuqori talab bilan yuqori taklifni olyapmiz, shu uchun. Endi o'rni kelib chiqadi 4073. 22. Endi bu yerda biz o'rnini topib oldik. Mana bu yerga yozamiz, topildi o'rnimiz. 4073.22. Endi buni topib oldik. Bu o'ri ekan. O'ri 4073.22 ekan. Endi davom etamiz. Endi bizga kerak bo'ladi impuls topib olishimiz kerak. Impuls topib olish uchun nima qilamiz? Buni ham harflarda menimcha tushuntirib ketganim yaxshi deb o'ylayman. Xo'p, S dan ayiramiz. Mana bu yerdagi harflar bor. S dan ayiramiz 10 ni. Unda teng bo'lib chiqadi. Impuls kelib chiqadi. Bu hisob-kitob ko'rinishida qanaqa bo'ladi? Xo'p, bizda S bo'lyapti. Pastda hisobini yozib ketaylik.
S bo'lyapti 4890. Undan ayiraman. O bo'lyapti 4071,76 teng bo'ladi. Hop, 4890dan ayiraman 4071,76 ni. $9.14 bo'lyapti. 9.14 chiqdi impulsimiz. Ya'ni mana bu impuls $9.14, 9.14 chiqdi. Hop, impulsni aniqlab oldik. Endi bizga kerak bo'ladi umumiy savdo qiymati. Umumiy savdo qiymatini biz qayerdan olamiz? Hop, umumiy savdo qiymatida biz eng yuqori talabdan eng yuqori taklifni real vaqtda ayiramiz. Endi xo'p, eng yuqori talabimiz bo'lyapti H minus eng yuqori taklifimiz bo'lyapti L teng bo'ladi o'shanda xo'p U chiqyapti. Endi bunda bo'ladi son hisobida yozadigan bo'lsak 4081,79 dan ayiramiz 4064,65 ni. Teng. O'shanda bizni umumiy savdo qiymatimiz kelib chiqadi. Xo'p, 4081,79 dan ayiraman 4064,65 ni. $17.14 chiqdi. $17.14. Xo'p, bizda nima topildi? Umumiy savdo qiymati topildi. $17.14 chiqdi. Bu ham topildi mana. Atayin yozib ketyapman shu hammasi tushunarli, konkretno, ясный bo'lishi uchun. Endi bizga kerak bo'ladi, biz kuchni topib olishimiz kerak. Endi biz kuchni topib olishimiz uchun biz nima qilamiz? Biz impulsni bo'lamiz. Bo'luv qani endi bu yerda? Mana impulsni bo'lamiz. E'tibor qilinglar, kuchga. Hali kuch topmadik-ku. O'zi kuch qidiryapmiz, o'ldik. Sal chalkashib qolsa mana qilmanglar. Mana bu yozuvchi chizuv bo'yicha, hisob kitob bo'yicha aniq qilaverasizlar. Xo'p, kuchni topib olishimiz uchun impulsni bo'lamiz umumiy savdo qiymatiga. Teng o'shanda bo'lib chiqadi kuch u. Endi bu degani $17.14 ni bo'lamiz. Adashdim. Uzr. Impulsimiz 9.14 ekan. Buni bo'lamiz. Umumiy qiymatiga $17.14 ga. Eng o'shanda bizning kuchimiz kelib chiqadi. Endi buni bo'lib olamiz bitta. Xuddi shunaqa qilasizlar. Hech narsani o'zgartirib yubormaysizlar. Mana buni yozib ketyapman. Atayin shu mabodo gapirayotganimda hisobda qayerdadir adashib qolsam, mana insondan to'g'rilab olishinglar uchun o'zinglar. Buni bo'lamiz $17.14 ga. Kuchimiz kelib chiqdi. Yaxlitaveramiz mana bu ikkitasini 0.53. Kuchimiz kelib chiqdi 0.53. Endi biz bu yerda oldik. Почти hammasini topdikmi? Kuchimiz kelib chiqdi 0.53. Endi mana qaranglar. Bizga endi kutilayotgan taxminiy talab bilan, ya'ni analizimiz bo'yicha 1 soat ichidagi taxminiy talab bilan taxminiy taklifimiz kerak bo'ladi. Aniqlab oldik. Impulsni o'rta narxda umumiy savdo qiymatini kuchda aniqlab oldik. Dальше nima qilamiz? Endi qaranglar. Xo'p, endi bitta harakat qilaman maksimal tarzda soddaroq yana bitta tushuntirishga, soddaroq narsani tushuntirishga topib olishinglar uchun bismillah. Xo'p, koeffitsient topdik, impuls topdik, o'rta narx topdik, umumiy savdo qiymati kuch topdik. Nima qoldi? Harakat narxi qolib ketdi. Voy kalla qursin, yaxshi esladim. Harakat qilamiz buni.
XA qilayda shuni. XA qilay. Buni qavs qilib hal qilsa esdan chiqib ketarkan. Harakat narxi qolib ketdi. Mana shu qolib ketgan ekan, shuni ham topib qo'yaylik. Uzr, 1000 bor, sal qolsa adashib ketarkanman. Bunaqa bir qiyin emas. Bunaqa bir qiyin emas. Постараюсь deydi-ku, maksimalni soddaroq tushuntirishga. Xo'p, H1 bo'ladi bu. Harakat narxi bayga AB bo'ladi. Harakat narxi selga S qildim, BS qildim. Harakat narxi boshida qolib ketibdi. To'g'ri tushunasizlar, 1000 bor, uzr. O'zi eslab anaqa qilib yozyapman-da. Buni hisoblash unaqa bir muammoli narsa emas. Bu yerda biz nima qilamiz? Xo'p, biz bu yerda impulsni ko'paytiramiz. Ko'paytirib belgisi qani endi? Умножение qani? Умножение. Ko'paytirish emas bu. Ko'paytirish mana. Ne bo'ldi? 8 yozildi. Impulsni ko'paytiramiz koeffitsiyentga 1.65 ga. Shunda kelib chiqadi XA by. Undan keyin e'tibor qilinglar shu joyda. XI byni ko'paytiramiz kuchga, u ga. O'shanda kelib chiqadi XI cell. Xo'p, davom etamiz. Endi matematik kalkulyatorimiz qani? Mana kalkulyatorimiz. Xo'p, 9 butun mana shunday yozib ketdik, sizlarga tushunarli bo'lsin. 9 butun impulsimiz bo'lyapti 9.14. Uni ko'paytiryapmiz kaga 1.65 ga. 1.65 ga teng bo'ladi. 9.14 ko'paytiramiz 1.65 ga. $15 nechi chiqdi? 15.08. Yaxlitlaveramizda 15.08. Bu endi bo'ldi. Hop, XAB buy narximiz bo'ldi $15.08. $15.08 bo'ldi. Endi buni topib oldik. Bizga endi kerak bo'ladi XI sell narxini topib olish. XI by 15.08 bo'lsa, buni bo'lamiz kuchga 0.53 ga. Hop, 15.08 ni bo'lamiz 15 o'ldi. 15 mana bu 0.15 ani qilmishlar. 15.08 ni bo'lamiz 0.53 ga. 28 u uzr, adashibman. 1000 bor, uzr. Mana shu yerda juda katta adashibman. Bo'lmasa ekanmiz ko'paytiramiz. Mana tom ketdi. Ko'paytiramiz. Mana bu yerda ko'paytirganman-ku. Bo'lish qo'yibman, adashib. 1000 bor, uzr. Mana shu to'g'ri tushunasizlar. 15.08 ni ko'paytiramiz 0.53 ga. 799.24 chiqdi. Biz buni yaxlitlaveramizda $8 qilib olamiz. O'shanda bu $8 chiqdi. Endi e'tibor qilib bitta narsaga. Buni sal kattalashtirsa bo'lsa kerak menimcha. Qatnash hisob kitob o'zi bilan ishlayapmiz. Dali shu grafik hech narsaga qarayotganimiz yo'q. Hop, endi nima qilamiz? Endi kutilayotgan taxminiy talab bilan kutilayotgan taxminiy taklif topishimiz kerak biz, to'g'rimi? Bu uchun biz nima qilamiz?
S boru mana bu S. S'ga qo'shamiz. S'ga qo'shamiz X, A bayni. O'shanda kelib chiqadi bizni to'layotgan taxminiy talabimiz. To'layotgan to'layotgan taxminiy talab. Hop, endi shuni ham birdan qilib ketaylik. Bu degani $4080 qo'shaman, bunga qo'shaman $15.08 ni teng. Hop, $4080 ga qo'shyapman $15.08 ni. 4095 u nechi chiqdi? 4095 u 98. 4095 u 98. Hop, topdik. Kutilayotgan taxminiy talabimiz 1 soat ichida. 1 soat ichida 4095 u 98. Endi eng интересный momenti. Endi bizga kerak kutilayotgan taxminiy talab kerak, to'g'rimi? Kutilayotgan taxminiy taklif kerak. Ya'ni shu 1 soatdagi biz bayga serga ishlashimiz kerak-ku. Topib oldik bayni 4095 98 1 soat ichidagi analiz bo'yicha. Endi qanaqadir ikki tomonni ham ko'rish kerak. Shu uchun nima qilamiz endi? Xo'p, S dan, ya'ni yopiq 1 soat ichidagi yopilgan savdo qiymatidan, real vaqtda yopilgan savdo qiymatidan ayiramiz. XAS ni. O'shanda kelib chiqadi kutilayotgan taxminiy taklif. Kutilayotgan taxminiy taklif. Hop, S bo'lyapti bizda 4080 dan ayiramiz. Qo'shamiz qilma. Ayiramiz $8 teng. Hop, o'shanda 4080 dan ayiramiz $8 ni. Ida hisob-kitobda e'tibor bilan qayta ko'rasizlar. O'shanda bo'lib chiqadi necha teng? 4072.9 mi? To'g'rimi? 4072.90. Xo'p, topib oldik. To'layotgan taxminiy taklifimiz $4072.90. Xo'p, endi tasavvur qilaylik, mana ko'rdinglar, buni olib oldik. Взяли. Mana hisob-kitobinglar bor, hammasini kalkulyator ham bor mana. Hammasi ko'zinglarning oldida hisob-kitob bo'ldi. Endi yana bitta интересный momenti bor. Yana bitta kichkina aytib ketadigan narsam bor. Agar e'tibor qilgan bo'lsanglar, mana shu yerda e'tibor qilgan bo'lsanglar, 4073.22 chiqdi. Biz eng yuqori taklif talabimizdan eng yuqori taklifimizni ayirganimizda 4073.22 chiqdi. Agar esinglarda bo'lsa, o'shanda o'rta narx topdik. Xo'p, bozor real vaqtda o'rta narxdan baland bo'lib turibdi. Bozor vaqtida o'rta vaqtdan baland bo'lib turibdi. O'shaning uchun endi belgilab olamiz. Qiymatini belgilab olamiz. Hop, trading listda folderda bu smiley text. Mana. Hop, bizga kerak 4095.98. 4095.98. Hop, buni o'zingizlar to'g'rilab olasizlar anaqasini, men taxminiy sizlarga hozir ko'rsatib berib ketaman. 4072.90.
4072 mana endi 72 o'ldi bu. Bu 72 deb o'zinglar belgilab anaqa qilib olasizlar. Скорость so'ngroq qilib H1da. Xo'p, keyingi bozor yopiqda hozir, o'shaning uchun soddaloq tushuntiryapman. Bozor ochilgandan keyin analiz qilasizlar, boshqatdan bozor yopiq payt qilmaysizlar. Bozor ochilganidan keyin analiz qilasizlar, davom ettirasizlar. Real vaqt bilan qilinadi bu. 1 soat, mana hozirgi 1 soatdan keyingi 1 soat analiz qilib olamiz. Men yana qayta aytyapman, ko'pchilik o'ylayotgan ekan switchaga qarab. Yo'q, biz switchaga qarayapmiz. Nimasiga? Mana bu narxni ko'rish uchun. Agar men switchani o'chirib qo'ysam ishlayveraman, lekin sizlar tushunmay qolasizlar. Xudo xayringlarni bersin sizlarni. Menga narx bo'lsa bo'ldi, boshqa narsa keyin tochka bo'lsa ham men ishlayveraman. Menga qizig'i, sovug'i yo'q. Bizga narxi aniqroq ko'rsatgani uchungina olinyapti. Xo'p, endi bozor ochildi deylik, misol uchun mana bu soat yo'q. Biz mana bu soatdan keyin mana bu soat boshlandi. Mana bu soatda analiz qilib olamiz. Mana bu hisob kitob qilishga uzoqgacha 3 minut ketadi. Endi men hozir o'rgatayotganim uchun sal ko'proq vaqt ketdi. 3 minut ketadi. 3 minut sizlarda hozirgi mana bu keyingi soatning kutilayotgan eng yuqori talabi, eng yuqori taklifi aniq bo'ladi. Xo'p, endi entry masalasiga keladigan bo'lsak, entry masalasiga keladigan. Pa facto kiraverasizlar. Ya'ni bu pa facto nima degani? Boshlang'ich etapimizda 10-11-darsda bor. Kirish eng sodda varianti. Xo'p, bu yerda entryning yana bitta yo'nalishi bor. Sizlarga yanada soddalashtirib, osonroq bo'lish uchun. Xo'p, plus minus $3, $2 raznicamiz bor, eslaysizlar, a? O'shani xohlasanglar bu yerga $3 yoki $2 yoki 2 bu yoqqa, 3 bu yoqqa qo'shib, mana shu oraliqda bayga yoki selga kirsanglar bo'ladi. Misol 4095 dan 4000, misol uchun 4098 gacha olib oldinglar, mana shu qiymatda selga. Yoki 10-11 darsimizni qo'shamizda bunga dalish bayga ketamiz. Mana bu yerdan 4071 dan 4069 gacha bay narx qiymat oralig'i olishinglar mumkin. Yoki 13-11 darsi bo'yicha hisob kitob qilib dalish yana selga yurishimiz mumkin. Mana shu narxlardan. Mana shu narxlarga kelganda tushuntira oldimmi? Juda unaqa qiyin emas, juda unaqa murakkab emas. Hozir mana bu endi sal yozilishi sal vahimali ko'rinishi mumkin, atak unaqa vahimali narsa emas. Xo'p, kirishga keladigan bo'lsak yana bir bor, entryni yana soddalashtirib ketaydi men sizlarga. Bo'lsak, e'tibor qilayotgan bo'lsanglar, mana bu soatimizda, ya'ni hozir bozor ochiq deb tasavvur qiladigan bo'lsak, o'rta narximiz 4073. 4073 dan tepadami narx? 4073 dan tepada, o'rta narxdan tepada bo'lgandan keyin avtomatik, ya'ni talab ko'proq ekan. Taklifga nisbatan, agar hozir bozor ochiq bo'lganda. 4095 ga ko'proq qaraymiz. Ya'ni kirishga harakat qilamiz o'sha narxgacha. Xohlasanglar bay kirishinglar mumkin, stop loss qo'yib yoki agar 4073 dan pastga narx qo'yiladigan bo'lsa, sel kirsanglar bo'ladi 4071 gachami, 4069 gachami yoki bay zona, xuddi shunaqa ishlayverasizlar. Bunaqa murakkablashtiradigan emas, lekin ko'rib turibsizki, o'rta narx bilan bizni kutilayotgan taxminiy taklifimiz keyingi soatda juda ham bir-biriga yaqin turibdi. Ya'ni $2 $2.5 raznica. Agar plus $2 qo'ysak, $4 raznica bo'lyapti bu bilan. Endi o'shaning uchun bu yuqori o'rta narximiz, yuqori taklifimizga yaqin turgani uchun biz ko'proq bayga ko'ramiz 4095 gacha bozor ochiq bo'lsa. 10-11 darsdan esdan chiqmasin. Men sizlarga hozir 4-5 xil variantini aytib ketdim. Entry kirish zona degan narsa, entry kirish narxlari. Xo'p, keyin copy trading masalasida ko'pchilik so'rabdi. Shanba yakshanba kuni ochiq сделкалар ko'rinmaydi, lekin ochiq сделкалар yopiq degani emas. Dushanbada yana ko'riladi, chunki bizda server shanba yakshanba kuni обновление bo'ladi har hafta. Qaranglar, mana bu hisobimni, o'zimni copy tradingim. Po facto olsak 73-78 bu mana nechi savdo kuni, qani savdo kuni ko'rsatardi. 49 ta savdo bo'pti jami. Ochiq pozitsiyada dushanba, seshanba yana o'sha eski pozitsiyalarim ko'rinadi bu yoqda. Nimaga sababi copy tradingga ulanganlarga сделкалар ko'rinaveradi. Copy tradingga ulanmaganlarga dushanbadan yana ko'rilsa bo'ladi. Copy tradingga ulanmagan odam ochiq pozitsiyalarni любой время shanba yakshanbadan boshlab kirib ko'rishi mumkin. Bu oy 8% mi просадка bo'ldi. Mana yopiq сделкалар hammasi. Kirilgan narx mana plus bundan tashqari
ularga tushunarli bo'lsin deb mana bu yerni ro'ylarni ham ko'rib olsanglar bo'ladi. Allohga shukr, hali bironta ziyon qilganimiz 20 savdo kuni bo'libdi, 2 oy, 2 oydan sal oshiqroq adashmasam. Plyus yana bitta yangilik, mana bu iyul oyidan abonent to'lovini olib tashlayapman mana. Olib tashladik, oylik to'lov yo'q. Bunaqa oylik to'lovni bekor qildirdim. Juda ko'p iltimoslar tushgan ekan boshqa qilganiga. Man sizlarga nimani o'rgatsam, mana shu yerda savdo qilyapman, mana ko'rsanglar bo'ladi, muammosiz. Hech qanday mana hamma сделкalarimni bekitib, boshqa qilinayotgan joyi yo'q. Bu live savdo mana shunaqa bo'ladi. Yana qanaqa savdo qilib berish kerak? Yana qanaqa savdo qilib berish kerak? Mana lenta fit kutsanglar, hamma ochiq сделкalar mana. 1.0815 sotib olganim, sotganim real vaqt bilan. Ulanganlar hammasi ko'rib ham boryapti, adashmayotgan bo'lsam. Shunaqa oylik to'lovni bekor qildik. Mana iyul oydan oylik to'lovni bekor qildik. Nima o'rgatsam sizlarga, mana shu o'zim savdo qilyapman. Hali biron zarar qilinmadi. O'tgan oy prostatkamimiz 30% bo'ldi, bu oy 48%, sal ko'proq bo'ldi, chunki tillarda сделка bayim bor. Mana hozir ham 4 tacha bittasi foydaga kirdi. сделка ochganimda 2 ta сделкаdan foydada bo'lgan, ishlar bilan bo'lib sal ko'rmay qoldik. Boshqa necha zot hisob kitobimiz ishlayapti. Allohga shukr, hali ziyon qilganimiz yo'q, bironta ham ziyon qilmaydi. Shunaqa. Shuning uchun live trade deganda mana shu aytiladi. Ya'ni ochiqchasiga mana любой время kirgan odam, mana dushanbadan boshlab kirgan odam, любой shanba ko'rmaydi, ochiq pozitsiyaga kirsak turadi. Yopilgan pozitsiyalar turadi. Buni o'zgartirib bo'lmaydi, boshqa qilib bo'lmaydi. Plus mana bu yerda lenta fitga o'tsanglar, lenta fitda hamma сделкalar ko'rinadi mana. Vaqti-yu, joriy narx, ochilish narx, hajm, hammasi turibdi o'zbek tilida. Mana shu live trade bo'ladi. Yana qanaqa live trade? Bilmadim. Shunaqa. Hammaga rahmat, o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Bu 13-darsimiz, 1-etap.